Yengil sanoat davlat iqtisodiyotining o'sib borishida samarali hissa qo'shuvchi sohalardan. Shu bois yildan yilga imkoniyatlar ham, undan unumli foydalanayotganlar soni ham ortib bormoqda. Hozirgi lavhamizda mahsulotiga bozorda talab yuqori bo'lgan ilg'or ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri haqida hikoya qilinadi. Dunyoga mashhur brendlarning futbolka, kepka va maxsus kiyimlari aynan mana shu dastgohlarda tayyorlanadi. Avval eng sara matolar tanlanib, ixcham qolib bichiladi hamda mohir qo'llar yordamida sifatga alohida e'tibor berib tikiladi. Aynan mana shu tarzda faoliyat olib boruvchi mazkur tekstil korxonasi bugun kameramiz obyektivlarida. Korxona o'z faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lmadi, ammo mana shu qisqa vaqt mobaynida yirik hajmdagi buyurtmalarni qabul qilib, vazifani a'lo darajada bajarishga ham muvaffaq bo'lib kelmoqda. Korxonamiz ochilganiga 7 oy bo'ldi. Asosiy ish faoliyatimiz trikotaj kiyim-kechaklarni ishlab chiqarish, undan tashqari har xil turdagi panama, beyzbolkalar va turli xildagi maxsus kiyimlarni ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda 500 ga yaqin ishchilarni ish bilan ta'minlab, ichki bozor va yaqin chet davlatlarga eksport qilyapmiz. Bu yil prezidentimizning tashabbuslari bilan va mahalliy hokimiyat yordamida Yevropa bozoriga chiqishni o'zimizga maqsad deb qo'yganmiz. Hozirgi kunda ko'proq Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan ishlayapmiz. Bu yerda xodimlardan sifat va intizom talab qilinadi hamda ular o'z yo'nalishlari bo'yicha muntazam malaka oshirib boradilar. Ishxonamiz ochilgandan beri shu yerda ishlayman. Ishxonamiz faoliyati juda ham yaxshi. Servislar, hamma xizmatlari, oshxonadagi taomlari shirin. Boshliqlarimiz bizga juda ham yaxshi muomalada bo'lishadi. Ishlarimiz yaxshi, hamma sharoitlarimiz yetarli. Oyliklarimiz yaxshi, vaqtida beriladi. Barcha sharoitlardan xursandmiz. Yoshlarni shu yerga ishga taklif qilaman. Ishlashsin. Ishlaganim orqasidan kontraktlarimni to'lab boryapman. Hozirda talabaman. Ishxona ochilgandan beri shu ishxonada faoliyat yuritib kelaman. Oyliklari yaxshi vaqtida, transport yo'llari ham joyiga qo'yilgan, yaxshi, ovqatlari ham vaqtida, oyliklari ham vaqtida olamiz. Ishlar ham vaqtida kiradi, vaqtida chiqadi. Mas'ullarimiz ham qo'ldan kelgancha ishchilarga yordam beradilar, qo'llaridan kelgancha. Shu sexda ishlayotganimdan xursandman. Mazkur korxonaning mahsulotlari mahalliy bozorlarimizda ham raqobatbardosh, tovarlar sifatli va hamyonbop bo'lib, xalq tanloviga aylangan.